Bu yoqda ko'rinyapti. Shunda mana shu svarkalari deydi, tochkalarga qaraladi. O'rtoqlar, bugun mashina bozoridamiz. Bugun sizlarga Equinox va Malibu ikkilarni tekshirishni o'rgatamiz. Va sotilayotganlarni ham qo'yib boramiz xudo xolisa. Atsekdan boshlaymiz. Doimdek. Ichki holati qanaqa hozir? Ichki holati zo'r. 20 kilo joyida, bu joyida. Bu yoq ham boltlar joyi turibdi. Atsek chiroyli, mana sulitlar ham bir xil turibdi. Atsek yaxshi ekan. Endi Equinox katta, chiroyli. Vidam zo'r. Bularning ichida yaltiroq ekan. Hammasi yaltiroq bo'lar ekan. Bir xil turibdi. Servis kitobchasi mana. Kitobchalari bo'ladi amasda. Mana. Zapaska nov. Ichki holati ham yaxshi. Atsek chotki. Yo'llar ham tiniq turibdi. Qanotiga keldik mana, orqa qanot. Orqa qanot plavni chotki ekan. Boshqa qirrasiga e'tibor beriladi. Qirrasi silliq turibdi. Ichidagi ana kraskasi ham laki ham plavni turibdi. Bu shagir ham bo'lmaydi ichida. Silliq bo'ladi. Mashina toza chiqdi. Mashinani to'liq ko'rib chiqdik. Mashinamiz top-toza, 53 ming probekda, 2022-yil 27,5 ming so'rashayotgan ekan. Pastda nomer qoldiramiz. Telefon qilib baraka qilishingiz mumkin. Mana qarang Husan aka, hamma bozorda mashina olishni biladi, misol uchun. Biladi, qisman ko'rib biladi, lekin rasmiy salondan kafolatlangan mashinani olishi qanchalik osonligini bilarmisiz? Yo'q, garantiyasi bilan bormi? Bor shunaqasi. Mana avtoelondagi okalar, mana oldin alohida qidirib yurardingiz, eslasangiz. Misol uchun u salonga borasiz, bu salonga borasiz, narxlarni solishtirasiz, vaqtingiz ketadi, solishtirishga ham qanaqadir hisob-kitobga chalkashasiz, bilmay esingizdan chiqib ketadi. Hozir avtoelondagilar nima qilgan? Mana endi avtoelondagilar rasmiy diler bo'limi paydo bo'lgan. Bu yerda misol uchun O'zbekistondagi istalgan avtosalondan rasmiy avtosalonlarni bitta prilojeniyani o'zi ko'rish mumkin. Hammasi oddiy. Misol uchun mana bo'limga kirasiz, misol uchun avtoelon deb izlaysiz. Avtoelon mana chiqadi. Mana rasmiy diler bo'limiga kirasiz. Deylik, misol uchun mana haval yoqdi sizga, to'g'rimi? Itogisini ko'rib chiqasiz hamma joyini-da. Misol uchun tanlagan mashinangiz bo'yicha menga qo'ng'iroq qiling deb salonga yozdirasiz. Mana nomeringizni qoldirasiz. Mana misol uchun 99lik 840 63 80. Men nomerimni misol uchun yuboraman ular. Yuborasiz. Ular sizga qilishadi. Qanaqa to'lov turida belgilashadi. Misol uchun persiyani farqi yo'q. Kelishasiz, shartlarni batafsil sizga hammasini tushuntiradi. Kafolatlangan 100% aniq garantiya bilan berishadi. Ishonchli ekan-da. Ishonchli. Xullas, agar kimga shunaqa priloyeniya kerak bo'lsa, pastda opsiyasini ham qoldiramiz. Avtoelon o'zidan yangicha rasmiy diler bo'limi paydo bo'ldi. Shu o'rta. Bizda navbatdagi Equinox'imiz ranglari neobычный ekan. Tekshirishni boshladik. Zo'r ekan, lekin rangi takir. Rangi neobычный chiqqan ekan. Boshqacha ekan. Har mo'ka qilganingizda ochilaveradi-da bu. Qaysi atsekdan boshlaymiz. Buni ham pitno qilib bo'lmaydi, Husan aka? Yo'q, buni lakli hammasi perexod tepiladi. Pitno qilib bo'lmaydi. Mana qanotini tekshirib olamiz. Ichiga e'tibor beramiz, u yog'i bilan bu yog'iga. Bir xil, demak, seriy zavod turibdi. Keyin boltiga e'tibor beramiz, keyin boltlarga e'tibor beramiz. Voy, germetikamiizga e'tibor beramiz. Qattiq yaxshi turibdi. Sulitimiz bir xil turibdi. Bitkalar joyida turibdi. Ayollarga yaxshi ekan-da bu. Voy, keyin qidirib, mana mashina olsa bo'ladi. Mashina olsa bo'ladi 25. Zo'r. 25 mingga oila turibdi. Zo'r. Eshigi ham toza chiqdi, bu ham toza chiqdi. Bu ham hozir ketamiz yaxshi. Yo'l ham toza turibdi. Mashina qancha qimmat bo'lsa bilasizmi? Anaqalarni etish ham qiyin bo'ladi. Mirsakar aytgan-ku. Qancha puli qimmat bo'lsa, nomini shuncha etish qiyin deb. Yaxshi. Bagajdan atsak ham chiroyli chiqdi. Bir xil turibdi. Bitta ishda chaqasi bor ekan. Keyin krastiga qo'yishdi. Tosh degan bo'lishi mumkin. Buni ham ko'pchilik shu ovatda bor, ancha-muncha odam. Olib, miyotdi. Boshqacha katta kengchilari, semeyniga ham yaxshi, misol uchun. Конечно. Mashina toza chiqdi, bitta bagajida kichkina chaqasi bor. Bo'ldi. Qolgan joyi toza.
Mashinani to'liq ko'rib chiqdik. Mashinamiz 53 ming probegda yurgan. 25 ming 200 so'rashyapti. Sunnatiga muvofiq o'tib beradigan joylari ham bor ekan. Kimga qiziq bo'lsa nomerlarni qoldirasizlar. Bizda keyingi mashinamiz Malibu 2 Premier. Hozir holatini ko'rib chiqamiz, oxirida narxi va probegini, yilini aytib chiqamiz. Tay. Atsikdan boshlaymiz. Har doimgidek qanot ichini ko'ramiz, rangini. Bu yog'i seriya turibdi, zavod. U yog'i zavodga seriya bo'lib turibdi. Boltlari joyida, girmetka joyida. Atsikimizda usulitlari butun turibdi. Lanjrolar ham butun. Svarka alomatlari yo'q. Demak, ichlari ham butun ekan, toza ekan. Endi ustiga o'tamiz. Bu Premierda mana shu prisoska bo'ladi. Premier qimmatroq yuradi-da, shunda to'g'rimi? Qimmat. Ammo shu kechagani san'atga. Ha, mana bu yerda ham hozirgi mashqga plonka qilib qo'yishibdi. Yaxshi ish qilishibdi o'tga. Bu soat qilgan o'sha tosh tegadi. Toshmash plonka yetib ko'chirmaydi. O'zi qilganmi? Buni o'zi qilgan. Yo'q, zavod qilmagan. Zavodda bo'lmagan bu. Buni o'zi qilishgan. Yog'im toza turibdi. O'likasi qot. Bagajga o'tamiz. Toza ekan. Bu narsa nima narsa? Bu sidena bunaqa qilsang, masjiddan o'zi yotadi. Narsa ortmoqchi bo'lsang, u yoqqa o'tirmaysan-da, masjidda o'zidan shuni tortsang, sidena tushib beradi. Bu sidena rasm turibdi, ko'rasizmi? Yotyapti shunda. Qulayliklari bor-da buni. Ichi toza. Zavod turibdi, zapaska tushmagan. Atsaki bagajdan atsaga yaxshi chiqdi. Bir xil. Yaxshi. Mashinani to'liq ko'rib chiqdik. Mashinamiz Toza chiqdi. Top-toza 2021-yil 80 ming probegda. Bu mashinamizdagi 25 ming so'rashyapti. Nomerlar qoldirasiz, telefon qilasizlar, fikringlarni qoldiringlar. Qimmatmi, arzonmi? O'rtoqlar, videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Bitta like bilan obuna esdan chiqmasin. Bu kanalning rivoji uchun juda muhim. Qancha ko'p prosmotr bo'lsa, biz shuncha ko'p rohatlanamizda, motivatsiya bo'ladi. Qo'shimcha biz ishlagimiz kelaveradi. Shuning uchun sizlardan yagona iltimosimiz like, komment va podpisatsiya qilib qo'ysanglar bo'ldi. Keyingi mashina nima mashina ko'ringlar? Kommentariyada yozinglar. Bugungi bozor haqida fikringlar qanaqa, narx-navo qanaqa, uni ham обязательно yozinglar fikringlar. Qimmat, arzon. Xizmatlar bo'lsa pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. DTPga uchragan mashinalarmi yoki mashina tekshirishmi, hammasini tekshirib beraveramiz.